Voy, jigar. Hali ham o'ylanib siqilib o'tiribsizmi, xo'rozim ovqat yemayapti, les olmayapti. Hech narsa basu. Videoni oxirigacha davomini ko'ring. Jigar, sizga xo'rozni qanaqa shunaqa ovqat yeyishini, ishtahasini ochish yo'lini o'rgataman. Bu sirni uncha xo'rozni ochavermaydi, jigar. Siz uchun ochib beraman. Videoni oxirigacha. Jigar, yaqinda bu mendan ham semirib ketadi, nima deysiz shunaqa yeyishida? Sizga ham shunaqa yesinmi? Videoni davomini ko'ramiz. Jigar, birinchi o'rinda makkani o'zini beramiz, 10 minut turadi, idishga solib, yeganicha yeydi. Ikkinchi o'rinda aralashmani qo'yib qo'yamiz, idishga solib, shunaqa qilib, yarim soat turadi, yeganicha yesin. Keyin yana nima beradi o'ylamang, chisnoy beramiz, bir donagina chisnoy maydalab, orqasidan 10-15 tacha yer yong'oq. Hali yarim takisini olmay, mana shuni so'ng, mana shunisini yaxshi yeyapti. Ta'mini limon, novvot nimaga deb o'zingizga savol tug'ilishi mumkin. Bu xo'rozlarga emas bu limon. Bu o'zimizga limon choyda qilib olaylik, xo'rozlarni boqishda davom etamiz. Choy ichamiz, arada xo'rozlarga bir qator suv berib olamiz. Suv berish esdan chiqmasin, jigar. Keyin 7 tagina mayiz beramizda, mayizdan keyin olma beramiz. Mana shu bitta olma menga 10 ta xo'rozga yetadi. Aytgancha jigar, tag'anda qurt yegan, chirigan, so'ligan olma bermang. Bu molbas, xo'roz boqyapsiz. Undan keyin yong'oq beramiz. Kimlardir xohlovchilar butun yong'oqni maydalab bersa, men tayyor maydalanganini olganman, maydalanganini beraman. Yong'oqdan keyin yarimtagina tuxum aka-ukalar, yarimta tuxum beramiz. Jigar, endi nima bersam ekan deb o'ylanmang. Go'sht beramiz, mushak. 30 gram, 40 gram. Bo'ldi, bugunga tugadi. Suv ichkizdirib qo'yamiz, suv esdan chiqmasin. Keyin don idishlarini olib qo'yiladi. Keyin bu nimaga bunaqa idish, nimaga latta qo'yib qo'ygan deb sizga savol tug'ilyaptimi? Kommentariyaga yozib qoldiring, nimaga bu qo'yilganini men sizga tushuntirib beraman. Aytgancha, ertalabga sizga nima beramiz deb yana o'ylanyapsizlar. Videoni oxirigacha ko'raylik, ertalabkisiga nima beramiz ekan. O'ylanib turib, hali ham like bosmadingizmi videoga? Podpiskachi. Tashabbus qo'yasiz sizga kerakli savol-javoblar mana shu yerdan topasiz. Jigar, ertalabkisiga don makka, yana 10 minut makka qo'yamizda, keyin mana ujindan qolgan qurtgan doni bo'ladi. Shuni shunday qo'yamiz, shuni yeb tashlaydi. 1 soat qo'yib qo'yiladi, bo'ldi. Keyin suvini beramiz. Birinchi ko'pchilikda savol tug'ildi, bu qattiq non nimaga? Buni novvotga o'tib har 3 kunda bir beriladi. Bitta xo'rozga shu. Suvga qo'shgani vitaminlar bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz hamma savollaringga javob topasizlar. Aka-ukalar, 2 litr suv, vitaminlarimiz suvga qo'shiladigan vitaminlar. Bundan tashqari mana shu uchalasi suvga qo'shiladi. 2 gramdan. Va asli oq vitamini bu mana. Bu asli uni qorin og'riq, shobodalashga ham so'rayapsizlar-ku. Mana shu shobodalashga ham suvga qo'shib berib turaverasizlar. Keyin issiqsoqli bunni oqqanga ham zo'r davo. 1 gramga 4 gram suv tortib turib, og'ziga qo'yib 2 mahal quysalar, bunni oqqanlarni ham tuzatadi bu dori. Bu asli qorin og'riq, shobodalashga. Bu vitaminlar, ishtaha ochishga mana. Mana shu uchalasidan 2 litr suvga 2 gramdan qo'shamiz. Shoshilib tepaga ko'tarib olmang, videoni oxirigacha ko'ring. Mana qo'shdik, 2 gramdan uchalasidan aralashtirildi. Videoda bir 10 minut turadi. Bu ilimaloqdan sovuqroq bo'lishi kerak suvimiz. 10 minut turadi. Keyin bitta gap, buni siraz ichavermaydi. Buni sal chanqatib ichkizasiz, chunki achchiqroq bo'ladi. Suv chanqaganda ichadi. Misol, abitda berdingizmi, o'zi ertalab berdingizmi, kechga shu dorini bitta shuni ichkizdirib olasiz. 2 kunda bir ichkizdirib tursangiz bo'laveradi buni. Skrin qo'yinglar, bu veterinar aptekamizda bo'ladi bu dorilarimiz. Tezroq ishtahasi ochilish uchun gammon hisobida buni vitaminimiz bor. Buni suvga qo'shmaymiz, buni 1 gramdan 2 ol qilamiz aka-ukalar. 3 kunda bir, 15 kunda 5 marta ol qilinadi. Turishiga 1 gramdan 1 litr prisda 3 kunda bir esda qolsin. Keyin arada yana bir 10 kun dam olib, yana xuddi shuni ag'ir bitta ro'zit xo'rozni ishtahasi ham ochilib, semirib, badani ham qotadi. Bu shunga bu mana. Veterinarda bor. Xirriga, bunni oqqanga deyapsizlar. Mana birovlar shuni ham ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana shu aralashmamiz bor. Bu aslida qorin og'riqqa, ichki infeksiyalarga
mana shu tomoqdagiga ikkalasini aralashtirasizlarda bir-biriga qo'shib, xirriga, burniga oqqanga, og'ziga makkaday qilib kaplatasizlar. 2 mahal. Yo 3 kun yo 5 kun kaplatiladi. Mana shu ham effekti zo'r. Bu ham veterinarda bor. Ko'la videomiz sizlarga mazmur bo'lgan bo'lsa, laykni bitta ayamaysizlar, keyin yangi xo'rozboz Parvoz aka ukalarni shu videoda jo'natib qo'yamiz. Keyin aytgancha podpisatka tashlab qo'yish esdan chiqmas. Hali juda ko'p yangiliklarimiz bor. Bonusni sovrinni sizlarga video chiqarib beraman hali aka ukalar. Podpisatka tashlab qo'yinglar.